Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Nega ayrim pensionerlarga pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilmoqda? Bu kimlarga tegishli, kim xavotir olish kerak, kim esa xotirjam bo'lishi mumkin? Bu masala har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning uyimizda ota-onamiz, buyimiz, bobomiz yoki pensiya yoshidagi yaqinimiz bor. Eng asosiysi, pensiya to'xtasa, bu doim ham pensiya bekor qilindi degani emas. Ko'p holatda muammo hujjat, ma'lumot, bank kartasi, yashash joyi yoki tekshiruv bilan bog'liq bo'ladi. Lekin vaqtida harakat qilinmasa, odam bir necha oy pulsiz qolib ketishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga oddiy tilda aytaman. Oldin qanday edi? Hozir nima o'zgardi? Hukumat va mas'ul tashkilotlarning rasmiy izohi nimadan iborat? Qaysi holatda pensiya to'xtaydi? Qaysi holatda qayta tiklanadi? Va eng muhimi, siz bugunoq nima qilishingiz kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni ko'rgan bitta odam ham o'z oilasini ortiqcha sarson bo'lishdan saqlab qolishi mumkin. Avvalo asosiy narsani tushunib olaylik. Pensiya davlat tomonidan belgilangan tartib asosida to'lanadi. Ya'ni odam pensiya yoshiga yetgani, mehnat staji borligi, nogironligi yoki boquvchisini yo'qotgani uchun pensiya oladi. Bu huquq o'z-o'zidan yo'qolib qolmaydi. Lekin pensiya to'lovi ayrim holatlarda vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Mana shu joy ko'pchilikda vahima uyg'otmoqda. Oldin ko'p jarayonlar, qog'oz hujjatlar orqali yuritilar edi. Pensioner mahallaga, pensiya bo'limiga, bankka borar, ma'lumotnoma olib kelar, biror xodim tekshirar edi. Ma'lumotlar turli joyda turardi. Pasport ma'lumoti bir bazada, yashash joyi boshqa bazada, bank hisob raqami boshqa joyda. Vafot etganlik yoki chet elga chiqish ma'lumoti yana boshqa joyda bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun ayrim xatolar kech aniqlanar, ba'zan esa aksincha odam haqiqatan ham pensiya olish huquqiga ega bo'lsa ham ma'lumot topilmay qolardi. Hozir esa ko'plab tizimlar raqamlashtirildi. Pensiya jamg'armasi, soliq, IXDYO, migratsiya, bank, mahalla va boshqa idoralarning ma'lumotlari bosqichma-bosqich elektron shaklda tekshirilmoqda. Maqsad bitta. Pensiya haqiqatan ham egasiga yetib borsin. Noto'g'ri to'lovlar bo'lmasin. Vafot etgan odam nomiga soxta hujjatga yoki yangilanmagan ma'lumotga pul o'tkazilmasin. Hukumat va mas'ul idoralar izohlarida ham odatda shu fikr aytiladi. Pensiya tizimini tartibga solish, noaniq ma'lumotlarni aniqlash, haqiqiy pensionerlarning huquqini himoya qilish. Lekin amalda oddiy odam uchun bu jarayon ba'zan qiyinchilik tug'diradi. Masalan, pensionerning pasporti yangi ID kartaga almashtirilgan, lekin bankdagi ma'lumot yangilanmagan. Yoki odam viloyatdan Toshkentga ko'chib kelgan, ro'yxatdagi manzili boshqa, haqiqiy yashash joyi boshqa. Yoki pensioner uzoq muddat chet elda farzandining yonida bo'lib kelgan, yoki bank kartasi muddat tugagan, lekin odam buni bilmagan. Ana shunday holatlarda tizim to'lovini ushlab turishi, tekshiruvga chiqarishi yoki pensiya bo'limiga murojaat qilishni talab qilishi mumkin. Men ekspert sifatida eng muhim nuqtani aytaman. Pensiya butunlay kesildi degan gapni eshitganingizda darrov vahimaga tushmang. Avval sababini aniqlash kerak. Chunki sababga qarab yechim ham har xil bo'ladi. Endi kimlar birinchi navbatda tekshirishi kerakligini batafsil aytaman. Birinchi guruh pensiyasi bank kartasiga tushadigan. Lekin karta muddati tugagan yoki hisob raqami yopilgan pensionerlar. Masalan, otaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Bank kartasi 2024 yil oxirida muddati tugagan, lekin otaxon bunga e'tibor bermagan. Yanvar oyida pul tushmadi. Oila pensiya to'xtatilibdi deb o'ylaydi. Aslida esa pul o'tkazadigan karta faol emas. Bunday holatda bankka borib kartani yangilash, keyin pensiya bo'limiga yangi rekvizitlar bazada to'g'ri ko'rinayotganini tekshirtirish kerak bo'ladi. Ikkinchi guruh pasport yoki ID karta ma'lumoti o'zgarganlar. Masalan, onaxon eski biometrik pasportini ID kartaga almashtirdi. Pasport seriyasi va raqami o'zgardi. Pensiya tizimida eski ma'lumot qolgan, bankda yangi ma'lumot kiritilgan, lekin ikkalasi bir-biriga mos tushmayapti. Natijada tizim shaxsni aniqlashda nomuvofiqlik deb to'lovni ushlab qolishi mumkin. Bunda odamning pensiya huquqi yo'qolmaydi. Faqat ma'lumotni moslashtirish kerak bo'ladi. Uchinchi guruh yashash manzilini o'zgartirgan pensionerlar. Oddiy misol. Pensioner Qashqadaryoda ro'yxatda turadi. Lekin farzandlari bilan Samarqandda yashaydi. Agar u pensiyani naqd pul shaklida olgan bo'lsa yoki mahalla orqali aniqlash kerak bo'lsa, manzil masalasi muammo tug'dirishi mumkin. Ba'zan xodim keladi, ro'yxatdagi manzilda pensioner yo'q. Keyin aniqlashtirish kerak degan belgi qo'yiladi.
bu ham vaqtincha to'xtashga sabab bo'lishi mumkin. 4-guruh uzoq muddat chet elga chiqqan pensionerlar. Bu masala juda nozik. Ayrim pensionerlar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga farzandlari yoniga boradi. Ba'zilar 2 oyga, ba'zilar 6 oyga, ba'zilar undan ham uzoq muddatga qoladi. Chet elga chiqishning o'zi har doim pensiya to'xtaydi degani emas. Lekin ayrim pensiya turlari, yashash joyi, hujjat holati, tiriklikni tasdiqlash talabi, bank operatsiyalari va xalqaro tartiblar sababli tekshiruv bo'lishi mumkin. Agar pensioner uzoq muddat mamlakat tashqarisida bo'lsa, uning nomidan kimdir kartadan pul yechib yurgan bo'lsa, tizim buni xavfli holat deb ko'rishi mumkin. 5-guruh nogironlik pensiyasi oluvchilar. Nogironlik pensiyasi doimiy yoki muddatli bo'lishi mumkin. Agar nogironlik guruhi muddatli belgilangan bo'lsa, masalan 1 yilga yoki 2 yilga keyingi tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Odam ko'rikdan o'tmasa, hujjat yangilanmasa, pensiya to'lovi to'xtatilishi mumkin. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironlik pensiyasi sifatida oyiga 1,50 million so'm oladi. Tibbiy xulosa muddati mart oyida tugagan, u esa pensiya o'zi kelaveradi deb o'ylagan. Aprelda pul tushmadi. Sabab nogironlik holati bo'yicha yangi xulosa bazaga kiritilmagan 6-guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladiganlar. Bu yerda bolalarning yoshi, o'qishi, kunduzgi ta'limda ekanligi, oilaviy holati kabi ma'lumotlar muhim bo'lishi mumkin. Masalan, farzand 18 yoshga to'ldi. Agar u kunduzgi ta'limda o'qisa, hujjat taqdim etilishi kerak bo'lishi mumkin. Agar o'qish haqida ma'lumot kiritilmasa, pensiya to'xtashi ehtimoli bor. Yoki talaba o'qishdan chetlashtirilgan, lekin pensiya olish davom etgan bo'lsa, keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar sizning hujjatlaringiz to'liq, bank kartangiz faol, pasport ma'lumotingiz yangilangan, yashash manzilingiz aniq, pensiya har oy odatdagidek tushib turgan bo'lsa, har xil mish-mishlarga ishonmang. Hamma pensionerlarning pensiyasi to'xtatilar ekan. Endi pensiya berilmas ekan, hukumat pensiyani kesar ekan degan gaplar ko'pincha noto'g'ri talqin bo'ladi. Odatda gap barcha pensionerlar haqida emas, balki ma'lum guruhdagi. Ma'lumotida nomuvofiqlik aniqlangan yoki hujjati yangilanmagan shaxslar haqida ketadi. Endi eng ko'p xatoga sabab bo'ladigan nozik nuqtalarga to'xtalaman. Birinchi nozik jihat. Pensiya to'xtatilishi bilan pensiya tayinlash bekor qilinishi bir xil narsa emas. To'lov to'xtatilgan bo'lsa, sabab bartaraf etilgach, ko'p hollarda to'lov qayta tiklanadi. Agar qonun bo'yicha huquq saqlanib qolgan bo'lsa, ushlab qolingan davr uchun pulni qayta olish imkoniyati ham bo'lishi mumkin. Lekin har bir holatda pensiya bo'limi qarori va hujjatlar muhim. Ikkinchi nozik jihat, ortiqcha to'langan pensiya qaytarilishi mumkin. Masalan, pensioner vafot etgan, lekin oilasi kartadagi pulni yana 2 oy yechib olgan. Bu juda jiddiy masala. Chunki vafot etgan shaxs nomiga tushgan pul qonuniy meros yoki oddiy oilaviy mablag' deb qaralmasligi mumkin. Mas'ul idora ortiqcha to'lovni aniqlasa, uni qaytarishni talab qiladi. Shuning uchun yaqin inson vafot etganda FHDMYG hujjatlari rasmiylashtirilishi, bank va pensiya organlariga tartib bo'yicha xabar berilishi kerak. 3-nozik jihat. Mening kartamni o'g'lim ishlatadi degan holat. Ko'p oilalarda pensioner kartasini farzandiga berib qo'yadi. Bu hayotda uchraydigan holat, lekin xavfi bor. Agar pensionerning o'zi boshqa joyda bo'lsa, kartadan muntazam boshqa shaxs pul yechsa, bank xavfsizlik tizimi yoki tekshiruv organlari savol berishi mumkin. Ayniqsa pensioner chet elda bo'lsa, karta esa O'zbekistonda ishlatilsa, pensioner tirikmi, pulni o'zi olyaptimi, majburlash yo'qmi degan savollar tug'iladi. Men tavsiya qilaman, agar yordamchi shaxs kerak bo'lsa, qonuniy ishonchnoma rasmiylashtiring. Bu kelajakdagi nizolarning oldini oladi. 4-nozik jihat. Naqd pul orqali pensiya oladiganlar. Ayrim hududlarda yoki ayrim holatlarda pensiya yetkazib berish tizimi bo'lishi mumkin. Agar pensioner manzilda topilmasa, bir necha marta kelganda ham pulni olmasa, oluvchi aniqlanmadi degan muammo paydo bo'ladi. Masalan, bu qizining uyiga 3 oyga ketgan, lekin ro'yxatda boshqa mahallada. Pul olib keluvchi xodim uni topa olmaydi. Keyin to'lov vaqtincha to'xtatiladi yoki qaytariladi. Buni oldini olish uchun yashash joyi o'zgarganda pensiya bo'limi bilan bog'lanish kerak. 5-nozik jihat. Familiya, ism, otasining ismi yozilishidagi farqlar. Lotin, kiril, apostrof harflar farqi. Pasportdagi bitta harf xatosi ham elektron tizimda nomuvofiqlik chiqarishi mumkin. Masalan, To'xtayeva bir joyda To'xtayeva, boshqa joyda Tuxtayeva bo'lib kiritilgan. Odam buni mayda narsa deb o'ylaydi.
Lekin elektron baza uchun bu boshqa shaxsdek ko'rinishi mumkin. Shu sababli hujjatlardagi ism-sharif bir xil yozilganini tekshiring. 6-nozik jihat: sud qarorlari, qarzdorlik va ijro hujjatlari. Pensiyaning hammasi olib qo'yilishi mumkin emas, lekin ayrim holatlarda qonun doirasida ushlab qolish bo'lishi mumkin. Masalan, aliment, kredit qarzi, sud qarori yoki ijro hujjati bo'lsa, pensiyaning ma'lum qismi ushlab qolinishi ehtimoli bor. Odam pensiyam kamayib qoldi yoki to'xtadi deb o'ylaydi. Aslida esa ijro byurosi orqali ushlab qolish bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda bankdan ko'chirma, pensiya bo'limidan ma'lumot, majburiy ijro organidan qaror nusxasini olish kerak. 7-nozik jihat: pensiya miqdori qayta hisoblanganda farq chiqishi. Ba'zan staj, ish haqi ma'lumoti, arxiv hujjati. Imtiyozli davrlar qayta tekshiriladi. Agar oldin noto'g'ri ma'lumot asosida yuqoriroq pensiya tayinlangan bo'lsa, keyin tuzatish bo'lishi mumkin. Bu holat odamga og'ir botadi. Chunki u pulni o'z ehtiyoji uchun sarflagan bo'ladi. Lekin davlat organlari ortiqcha to'lov deb hisoblasa, alohida tartibda masala ko'rib chiqiladi. Shuning uchun pensiya tayinlanganda topshirilgan hujjatlarning nusxasini uyda saqlash juda muhim. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar pensiyangiz tushmay qolsa yoki kamayib qolsa, birinchi qadam: vahima qilmang, lekin kutib ham o'tirmang. Balki keyingi oy tushar deb 2-3 oy o'tkazib yuborish eng katta xatodir. Pensiya tushishi kerak bo'lgan sanadan keyin odatda bir necha ish kuni ichida bankda harakat ko'rinmasa, tekshirishni boshlang. Birinchi bo'lib bankka murojaat qiling. Kartangiz faolmi? Muddat tugamaganmi? Hisob raqamingiz yopilmaganmi? Bloklanmaganmi? Pul kelib qaytib ketmaganmi? Shularni so'rang. Bankdan hisob raqam bo'yicha ko'chirma oling. Ko'chirmada oxirgi pensiya qachon tushgani, qancha tushgani, keyingi oy pul kelmaganmi, kelib qaytganmi, aniq ko'rinadi. Ikkinchi qadam: tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, bank kartasi rekvizitlari, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlanganiga oid hujjatlar, agar nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma. Agar ishonchli vakil orqali borsangiz, notarial ishonchnoma olib boring. U yerda aniq savol bering. Mening pensiya to'lovim qaysi sabab bilan to'xtatilgan yoki ushlab turilgan? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qanday ariza yozishim kerak? Qachon qayta tiklanadi? 3-qadam: og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar muammo jiddiy bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada ism-sharifingiz, pasport ma'lumotingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi va muammoni aniq yozing. Masalan, 2025 yil fevral oyidan boshlab pensiya to'lovim bank kartamga kelmayapti. To'lov to'xtatilishining sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni. Agar hujjat yetishmasa, ro'yxatini taqdim etishingizni va pensiya to'lovini tiklash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlasangiz yaxshi, bittasini topshirasiz. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqamni qo'ydirib olasiz. 4-qadam: MyPonkah.uz yoki boshqa rasmiy elektron xizmatlar orqali ma'lumotlarni tekshirish imkoningiz bo'lsa, foydalaning. Farzandingiz yoki nabrangiz yordam bersin. Lekin parol, SMS kod, bank karta ma'lumotlarini begona odamga bermang. Ayniqsa pensiyangizni tiklab beraman, kartangiz kodini ayting deganlarga ishonmang. Pensiya mavzusida firibgarlar ham ko'payadi. Hech bir rasmiy xodim sizdan bank kartangizning PIN kodini so'ramaydi. 5-qadam: agar muammo pasport yoki ID karta bilan bog'liq bo'lsa, ichki ishlar bo'limi yoki migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limida ma'lumotlaringiz to'g'ri ekanini tekshirtiring. Agar FHDY hujjatlarida ism-sharif xatosi bo'lsa, uni ham to'g'rilash kerak bo'ladi. Ba'zan pensiya bo'limi muammoni hal qila olmaydi, chunki xato boshqa bazadan kelayotgan bo'ladi. 6-qadam: nogironlik pensiyasi bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjati muddatini tekshiring. Muddat tugashidan oldin ko'rikka yoziling. Bir kun kechiksangiz ham tizimda tanaffus paydo bo'lishi mumkin. Agar kasallik og'ir bo'lsa, hujjatlarni yaqinlaringiz yordamida oldindan tayyorlang. Shifoxona xulosalari, tahlillar, davolanish varaqalari, avvalgi ekspertiza qarorlari hammasi kerak bo'lishi mumkin. 7-qadam: chet elda bo'lgan pensionerlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Agar siz uzoq muddat chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, oldindan pensiya bo'limidan tartibni so'rang. Men 6 oy farzandimnikiga ketmoqchiman. Pensiyam bilan bog'liq qanday talablar bor deb yozma yoki og'zaki aniqlashtiring. Kerak bo'lsa, ishonchnoma rasmiylashtiring. Bank kartangizni xavfsiz ishlating. Chet elda turib karta, telefon raqam
SMS tasdiq ishlashi masalasini oldindan hal qiling. 8-qadam. Agar pensiya asossiz to'xtatilgan deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga shikoyat qiling. Avval tuman bo'limidan yozma javob oling. Keyin viloyat boshqarmasiga, pensiya jamg'armasining yuqori organlariga, tegishli vazirlikka yoki prezident virtual qabulxonasi orqali murojaat qilish mumkin. Lekin murojaatda hissiyot emas, fakt bo'lsin. Qachon pensiya tushmagan, qaysi bo'limga bordingiz, kim nima dedi, qaysi hujjatlarni topshirdingiz, yozma javob raqami qanday. 9-qadam. Hujjat papkasini tayyorlab qo'ying. Har bir pensioner uyida alohida papka bo'lishi kerak. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, stir bo'lsa nusxasi, bank rekvizitlari, pensiya tayinlash hujjatlari, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik xulosalari, o'qish ma'lumotnomalari, ariza nusxalari va javob xatlari saqlansin. Bu oddiy ko'rinsa ham. Muammo chiqqanda bir necha haftalik yugurni bir kunda hal qilishga yordam beradi. 10-qadam. Oilada pensioner yolg'iz qolmasin. Farzandlar oyda bir marta ota-onasining pensiyasi tushgan-tushmaganini, kartasi ishlayotganini, hujjati muddati o'tmaganini tekshirib tursin. Keksa odam bank ilovasini, SMS xabarini, elektron xizmatni tushunmasligi mumkin. Bu ularning aybi emas. Raqamli tizim rivojlangani sari oilaviy yordam yanada muhim bo'ladi. Demak, hurmatli tomoshabinlar, pensiya to'xtatilgani haqidagi xabarni eshitsangiz, darrov pensiyalar bekor bo'ldi deb o'ylamang. Ko'p holatda sabab hujjat nomuvofiqligi, bank karta muammosi, yashash manzili, chet elda bo'lish. Tibbiy xulosa muddati, o'qish ma'lumotnomasi yoki tekshiruv bilan bog'liq bo'ladi. Eng to'g'ri yo'l bankdan ko'chirma olish, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish, yozma ariza topshirish, yetishmayotgan hujjatlarni to'plash va javobni rasmiy shaklda olish. Men sizlarga doim shuni maslahat beraman. Mish-mishga emas, hujjatga ishoning. Kimdir hammani pensiyasi to'xtarkan desa, undan rasmiy manbani so'rang. Agar siz yoki yaqinlaringizda pensiya tushmay qolgan bo'lsa, sababini aniqlamaguncha jim turmang. Har bir kun muhim, chunki pensiya ko'p oilalar uchun dori-darmon, oziq-ovqat va kommunal to'lovlarning asosiy manbai. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensiya to'lovida muammo bo'ldimi? Bank kartaga o'tishda qiyinchilik bormi? Pensiya bo'limida sizga qanday javob berishdi? Tajribangiz boshqa odamlarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni albatta ota-onangizga, qo'shnilaringizga, mahalladagi pensionerlarga yuboring. Chunki bir odam vaqtida bilsa, bir oilaning muammosi oldindan hal bo'ladi.